Diqqat xalq tezkor xabar. Benzin narxi oshishdan to'xtamayapti. Ijtimoiy tarmoqlarda AI98 benzini 23500 so'm, AI95 benzini 16500 so'm, AI92 benzini esa 13500 so'm sotilayotgani aks etgan rasmlar tarqalmoqda. Shoshilinch, kelasi hafta O'zbekistonda jazirama issiq hafta kutilmoqda. Harorat 40 gradusgacha ko'tariladi. Yomg'ir bo'lmaydi, shamol bo'lmaydi, rostakam jazirama bo'ladi. Ob-havo ma'lumotlariga ko'ra, hafta boshidan boshlab mamlakatning barcha hududlarida harorat ko'tarila boshlaydi. Ertangi eng yuqori harorat 35 gradusgacha yetishi, hafta o'rtalariga kelib 37-38 gradusga, dam olish kunlarida esa 39-40 gradusgacha yetishi prognoz qilingan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.